128 prim 3-modda. Transport vositalari haydovchilarining belgilangan harakat tezligini oshirib yuborishi. Birinchi qism. Transport vositalari haydovchilarining belgilangan harakat tezligini soatiga 20 km dan ko'p bo'lmagan kattalikda oshirib yuborishi. Ikkinchi qism. Transport vositalari haydovchilarining belgilangan harakat tezligini soatiga 20 km dan ortiq, lekin 40 km dan ko'p bo'lmagan kattalikda oshirib yuborishi. Uchinchi qism. Transport vositalari haydovchilarining belgilangan harakat tezligini soatiga 40 km dan ortiq, lekin 60 km dan ko'p bo'lmagan kattalikda oshirib yuborishi. To'rtinchi qism. Transport vositalari haydovchilarining belgilangan harakat tezligini soatiga 60 km dan ortiq kattalikda oshirib yuborishi.